Assalomu alaykum qadrdonlar, omonmisizlar, tuzingizlar. O'tgan safar video joylagandim, qisqa video joylagandim. Noinsof parkovkachilar haqida. O'sha ish kecha seshanba kuni yakuniga yetdi. Men haq bo'lib chiqdim. Ularda hech qanaqa dokument yo'q ekan. Ularda haqqi ham yo'q ekan pul olishga. Boshida ayoli bilan odam o'sha yerda egasi ayoli bor ekan, stenkada turadigan. Ularga faqat chegarani u tomonda berishga parkovkaga pul olishga ruxsat berilgan ekan. Chegarani bu tomonda yo'l bilan masjid chegarasining o'rtasida oddiy yo'l ekan, yo'lni kengaygan joyi ekan, xolos u yerga pul olishga haqqi yo'q ekan. Xullas, boshida juda katta ketdi. Oddiy taksi ekan, sen qo'lingdan nima kelardi, palamiston deb ayoli shunaqa gaplarni gapirdi. Yonimda soliqchi, kadastr xodimi bor edi. Keyin tushuntirib qo'ydi. Soliqchi, kadastr xodimi yeri kelganda hozir shu ketishda ketsa nima bo'lishini yeriga tushuntirdi. Yeri kechirim so'radi. Lekin bir harom bilan halolni farqiga bormaydigan odamlar juda ko'p ekan. O'shanga ular o'sha masjidga qarab yurar ekan oldin. O'sha odam uyi yo'q ekan xullas. Endi o'sha xizmat, men xalqdan hech qanaqa pul olmaganman. O'shanga deydi. O'sha yerdan endi olaman deydi. Men aytdim, olmang dedim. Umuman haqqingiz yo'q dedim. Tushuntirsam ham baribir. Oxiri bo'pti dedi, olmayman dedi, lekin o'sha yerga hozir yuk tushirib ortish nima bo'lyapti? Bozorga kelgan yuklar tushiryapti, o'sha yerdan ortyapti. Xullas, qaytmaydigan odam ekan. Men tushuntirgan bilan foydasi yo'q ekan. O'shaning uchun aytmoqchimanki, o'zlaringni haq-huquqlaringni hammamiz talab qilsak, mana shunaqa ichimizdan chiqqan parazit odamlar kamayadi deb o'ylayman. Negaki aytayaptiki, olmasam iloji yo'q deyapti. Men aytayapman, olsangiz menga farqi yo'q. Hozir nimaga beraman deyapman. Ichki ishlarga mana shunaqa. Sizning videoyingiz ham bor, boshqa ham bor. Sizni ushlasham hech nima emas desam, bo'pti, uka, jon uka, kechir, unaqa qilma deyapti-da, yana bir pas turib, men tirikchiligim shundan, boshqa nimam yo'q deydi, yosh kattaroq odam ekan. Xullas, aytmoqchi bo'lgan gapim do'stlar, haqqingizni, huquqlaringizni mana shunaqa talab qilganingiz yaxshi deb o'ylayman. Negaki, ichimizdan chiqqan mana shunaqangi parazitlar o'zimizni qonimizni so'rayapti-da. Hech qanaqa dokumenti yo'q, hech qanaqa hujjati yo'q. Shunday qaroqchiga o'xshab kelib turib olgan xolos, boshqa hech narsa nimasi yo'q. Shunaqa bir noinsof ekan. Oxirigacha borardim endi. Farqi yo'q. Kechirim so'rayapti. Kechir uka, kechiringlar. Endi tirikchiligim shundan, palonmiston, shunaqa gaplar gapiryapti. Qonunda shunaqa ekanki, hattoki uyingizni darvozangizni oldiga ham, misol uyingizni darvozangiz so'g'isi emas, uyingizni oldiga mashina qo'ysa, siz unga chek bermasdan turib, unaqa bekka qo'yma deyishga haqqingiz yo'q ekan. O'shanaqa noinsoflarga yetib borish uchun aytayapman. Ey noinsoflar, uyingizni oldiga ham qo'yma deyishga haqqingiz yo'q qonunda. Men bu qonunda surishtirib, keyin chiqqanman o'zi. Ular ham shuni menga yana aytdi, yana eshitib qo'yardim. Qonunda shunaqa, uyingizni oldiga ham haqqingiz yo'q. Agar siz undan pul talab qilyapsizmi, unga chek bering. Chek berish uchun sizda kassaparat bo'lish kerak. Hurmatli fuqarolar, huquqlaringizni bilsangiz, bilishlaringizni so'rab qolaman mana shunaqa masalalarda. Chunki mana shunaqa noinsoflar nihoyatda ko'payib ketdi. Agar qayerdan o'qiyman uni deb o'ylanayotgan bo'lsangiz, masalan, hozir sun'iy intellekt, ChatGPT, shunga o'xshash nimalar ko'p. Mana masalan, oddiy ChatGPT orqali, men o'zim ham ChatGPT orqali shunga so'radim. Mana shu yerga shunaqa noqonuniy pul olyapti, hech qanaqa xat hujjati yo'q dedim. O'sha qonunda bormi dedim, shunaqa desam yo'q dedi. Hozir prямой efir bo'lgani uchun, prямой bezmontaj bo'lgani uchun ozgina tutilib qolyapman.
Xullas ChatGPT orqali so'rab bilib oldim. Videoni kengroq tarqalishi uchun like, podpiska bosib qo'yinglar iltimos. Menga bu nimadan pul kelmaydi do'stlar. Men prosta xalq o'zimda ishimni tashlab qo'yib bordim. Hokimning huzuriga bordim 2 marta. Ish o'sha yerda o'zida hal bo'ldi. Shuni sizlarga yetkazib qo'yay dedim.